Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun GeoGebra dasturida ishlash bo'yicha keyingi videomizni taqdim qilamiz. Bugungi darsimizda GeoGebraning 3D grafik muhitida ishlash va u yerdagi instrumentlar bilan ishlashni o'rganamiz. 3D grafik muhiti mana shu ko'rinishda bo'lib, o'ng tomonida chizmalar, grafik ko'rinishda ifodalansa, chap tomonida algebra ko'rinishi, ya'ni u nuqtalarning yoki shakllarning koordinatalari yoki xususiyatlari yoki elementlari yoritib boriladi parallel ravishda. Hop. Mana bu yerdagi instrumentlar bular avvalgi, ya'ni grafik ko'rinishdagi yoki geometrik ko'rinishdagi buyruqlar bilan deyarli bir xil. Biz asosiy buyruqlarimizni mana shu 3D grafik muhitida ishlatiladigan mana shu buyruqlarni tushuntirishdan boshlaymiz. Hop, ikkita sirtning kesishish chizig'i. Hop, aytaylik qandaydir bir kubni chizmoqchi biz va kubning ichidagi qandaydir kesimni aniqlamoqchi biz. Buning uchun dastlab kub chizib olamiz. Mana pastda e'tibor bersangiz, sizga yordamchi nima kelyapti? Kub, ikki nuqta yoki boshqa mos obyektlarni tanlang deyapti. Demak, men kub chizmoqchiman. Kubning ixtiyoriy bir qirrasini belgilayman. Mana dastur avtomatik ravishda sizga mana shunday kubni chizib beradi. Kubni tomonini to'rib oldim va mana shu ko'rinishdagi kubni avtomatik ravishda chizib beradi. Siz mana bu kesmani tanlasangiz, u kesmadan o'ng tomonda va yuqorida kubni yasab beradi. Aytaylik, masalan, mana xuddi shu ko'rinishda. Hop. Endi keling bir topshiriq o'zimiz yaratamizda va mana shu instrumentlarni ishlashni qo'llab ko'ramiz. Aytaylik, kubning asosidagi qarama-qarshi bir ikki nuqta bo'lsin. Masalan, bizning holatimizda A va C. Agar sizda ko'rinishda mana bu sonlar o'qi xalaqit berayotgan bo'lsa, o'qlarni olib qo'yishingiz ham mumkin. Pastdagi tekislikni ko'rsatmasligingiz ham mumkin. Ko'rsatishingiz ham mumkin. Lekin men maslahat berardim, tekislik bilan ko'rganingizda asosiy tekisligi juda yaxshi ko'rinib turadi. Kubning H uchi bilan A va C uchlaridan o'tadigan kesimni yuzi yoki perimetri yoki bir narsa boshqa bir elementlarni so'rashi mumkin. Odatda yuzi yoki perimetri so'raladi. O'quvchilarimizda asosiy muammo mana shu kesim qanday o'tadi, u qanday ko'rinishda bo'ladi deb vizual tasavvur mavjud emas. GeoGebra dasturining asosiy kuchli tomonlaridan biri ham o'zi aslida mana shu vizuallashtirishni, ya'ni hayotiy o'sha narsani real holatda ko'z bilan ko'rib tasavvur qilishga yordam beradi. Buni 3D grafik muhitining o'zi asosiy vazifasi ham shu o'zi aslida. Xo'p, aytaylik, demak biz 3 nuqta orqali o'tuvchi tekislikni chizamiz. 3 nuqta orqali. Pastda chap tomonda aytyapti, tekislikning 3 ta nuqtasini tanlang deyapti. Bizning holatimizda A, C va H. Mana. E'tibor bering. Mana shu 3 nuqta orqali o'tadigan tekislik aniqlandi. Bu tekislik mana shu ko'rinishda bo'ladi. Qandaydir qo'polroq ko'rinishda sizga tuyulayotgan bo'lishi mumkin. Buni yana ham soddalashtirish mumkin. Xo'p, ikkita sirtning kesishish chizig'i. Ikkita sirtning kesishish chizig'i instrumentdan foydalanib va mana shu uchburchakni bir-biri bilan kesishayotgan chiziqlarni yoki kub bilan shu tekislik kesishayotgan chiziqlarni aniqlashingiz mumkin bo'ladi. Sizga mana shu tekislikning ko'rinishi xalaqit berayotgan bo'lishi mumkin. Mana bu tugmani bossangiz tekislik yo'qoladi.
va endi o'quvchilarimizda yoki o'rganuvchilarda aniq tasavvur paydo bo'ladi. Mana shu ikki nuqta va yuqoridagi uchi orqali o'tkazilgan tekislikda perimetri yoki ajratgan shu qandaydir jismni yoki figurani yuzasini yo perimetrini yo biror bir elementini topish kerak bo'ladi. Xo'p, aytaylik perimetri so'ralsin. Kubni tomoni to'g'rida. Shu misolda oxiriga yetkazib qo'yishimiz mumkin. E'tibor bering. Mana bu uzunlikdagi kesmani topishimiz kerak. Ya'ni mana bu SH. Bu bizda kubning yon yog'ining yoki kubning yog'ining diagonalini tashkil qiladi. Agar mana bu yer A bo'ladigan bo'lsa, bu ham A hisoblanib, mana bu yer A ilzosi 2 ga teng. Pifagor teoremasidan kelib chiqadi. Demak, bizda kubning tomoni to'g'rida, bu ham to'g'rida. Demak, bu diagonal 4 ilzosi 2 ga teng. Endi mana bu diagonal ham xuddi shunga teng. Demak, bizda so'ralayotgan mana bu uchburchakning ikki yon tomoni nimaga teng? 4 ilzosi 2, 4 ilzosi 2. Xo'p, endi mana bu tomon qolyapti. Shu tomonda uzunligi so'ralyapti. Bu tomonning uzunligi ham xuddi shunday kubning yon yog'i. Mana pastdan tasavvur qilsangiz, kubning yon yog'ining yoki kubning asosining diagonal hisoblanadi. Bu ham 4 ilzosi 2 ga teng. Demak, ushbu so'ralgan kesimning ya'ni tekislik ajratgan kesimning perimetri 4 ilzosi 2, 4 ilzosi 2, 4 ilzosi 2 yig'indisi bo'lib 12 ilzosi 2 ga teng bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Yangi oyna ochamiz. Buni saqlashni so'rayapti. Yo'q. Xo'p. Demak, mana bu ikki sirtning kesishish chizig'ini o'rdik. 3 nuqta orqali o'tish tekislikni ko'rdik. Ular ham o'zingizga kerakli bo'lgan vaziyatda foydalanishingiz mumkin bo'lgan buyruqlar. Parallel tekislik. Biror bir tekislik va unda yotmaydigan boshqa bir nuqtadan o'tuvchi tekislikni chizib beradi. Xo'p, piramida. Piramida qanday bo'ladi? Asos uchun ko'p burchakni va uchidagi nuqtani tanlang deyapti. Demak, asos uchun ko'p burchakni. Asosga demak ko'p burchak chizilishi kerak. Aytaylik, siz uchburchakli piramida chizmoqchisiz. Siz ixtiyoriy uchburchak chizishingiz mumkin. Aytaylik, mana. Ixtiyoriy uchburchak chizildi. Siz mana shu uchburchakda yoki boshqacharoq ko'rinishda bo'lishi mumkin. Hop. Masalan, to'g'ri burchakli uchburchak olaylik. Mana shu uchburchagimizdan piramida yasalishi kerak. Buni asos sifatida olamiz. Demak, aytayapti, ko'p burchakni va uchidagi burchakni tanlang. Ko'p burchakni tanladim, uchidagi burchakni qayerga qo'yasan deyapti. Mana. Asosi to'g'ri burchakli uchburchak bo'lgan piramida yasaldi. Xo'p. Asosini to'rt burchak, muntazam to'rt burchak qilib ko'raylik, masalan. Kvadrat chizildi. Endi hop. Mana. Yo'q, bu yerda nuqta sifatida ko'ryapti. Hop, boshqacharoq qilamiz. Masalan, mana diagonallarni kesishini, ya'ni y o'qiga, bu yerda z o'qi deb berilyapti, z o'qiga qo'yaylik. Hop.
piramida asosni tanla va uchini tanla deyapti. Mana piramidani chizayotganda shunday maslahat beraman. Mana piramidaning apogemasini topish zarur deylik. Masalan, shunday topshiriq bo'lsa, o'qlarni berkitamiz. Piramidaning apofemasi. Piramida apofemasi piramida yoniyog'ining balandligi hisoblanadi. Mana shu kesmani topamiz. Hop, bu yerda mana kesma tugmasini olsak. Mana shu chiziq piramidani apofemasi hisoblanadi. Apofemasi shunday tarzda ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi. Endi piramidani xossalarini shu o'rinda aytib o'tib ketish ham mumkin. Piramidani vizual tarzda ko'rsatib ham ketish mumkin. Aytaylik, piramidaning yonyoqlari asos tekisligi bilan bir xil gradusni tashkil qilsa, ya'ni og'ish burchagi bir xil bo'lsa, hamma yonyoqlarini, demak piramidaning balandligi asosga ichki chizilgan aylana markaziga tushadi. Bu uchburchakda ham xos bu narsa, to'rtburchakda ham xos bu narsa. Endi kvadratda tashqi va ichki chizilgan aylanalar markazi bir nuqta bo'lganligi uchun bu holatda ikkovi ham mana bu nuqtaga to'g'ri kelishi mumkin. Xo'p, piramidaning balandligi qaysi kesma? Piramidani balandligini mana shu kesma ko'rsatsa bo'ladi. Mana uzoq chiziq. A kesma. Apofema tushunchasi, yon qirrasi bolalarda masalan imtihon rejimiga qo'yib turib, shu narsani yasab ber yoki izohlab ber, bu nima degan topshiriqlar berish ham mumkin. Xo'p, piramidalarda demak siz ko'p burchaklarni chizib olib turib, siz yuqoridagi piramidani uchini ko'rsatishingiz mumkin bo'ladi. Endi prizma. Prizmada mana pastda sizga yordam beryapti. Prizma asosidagi ko'p burchakni va ustki nuqtasini toping. Hop, chizilmagan bo'lsa-chi. Bu yerda ham shunday ketyapti. Keling, boshqatdan chizamiz. Masalan, asos besh burchak bo'lsin. Muntazam besh burchak. Shundan prizma yasalishi kerak. Prizma asosidagi ko'p burchakni va ustki nuqtasini tanlang. Mana. Son o'qlar shu chizishda shunday paytda yordam beradi, ya'ni o'qda. Agar siz son o'qini bekitib qo'yib tanlasangiz, mana bu tekislikdagi nuqta deb tushunib oladi. Shuning uchun son o'qit boshida tuzayotganda sizga qo'l keladi. Keyinchalik bekitib qo'yishingiz ham mumkin bu narsani. Demak, muntazam, asosi muntazam besh burchak bo'lgan nima? Prizma. To'g'ri burchakli prizma. Bundan har xil savol bo'lishi mumkin. Yana hozirgi narsani ko'rishimiz ham mumkin. Mana bu ikki nuqta va bu orqali o'tgan nima? Kesimda. Keling boshqacharoq chizmoq qilamiz. Hop. Asosini kvadrat qo'yaylik. Muntazam to'rtburchakli prizma chizmoqchimiz. Asosining tomoni 3 bo'lsin, balandligi 6 bo'lsin. Savol qo'yiladi. Muntazam to'rtburchakli prizmaning ostki asosining bir tomoni yoki qirrasi va yuqori asosdagi shu qirraga qarama-qarshi bo'lgan qirra orqali o'tgan tekislikning yuzini toping deyish mumkin.
Bolalarda bu narsada o'quvchilarda eng katta muammo bo'ladi. Aynan qaysi chiziq yo qaysi kesim nazarda tutilyapti. Keling 3 nuqta orqali tekislik o'tkazishni ko'ramiz. Mana bu, mana bu va mana bu mana nuqta edi. Bizga 3 tasini chizsak yetadi. O'zi aslida mana bu ichkarida turgan, og'ishib turgan mana bu to'g'ri haqida gap ketyapti. Bolalar hali ham bu narsani tushunmayotgan bo'lsa, o'quvchilar mana shu kesimda o'zini, mana shu kesimda o'zini ajratib ko'rsatishimiz ham mumkin. Ikkita sirtning kesishish chizig'i. Ana, shuni tanlasangiz kesish chizig'i bo'ladi. Va men maslahat berardim, tekislikni bekitib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Aynan mana shu to'rtburchak haqida gap ketyapti. To'g'ri to'rtburchak haqida gap ketyapti. Ya'ni muntazam to'rtburchaklar asosining tomoni 3, balandligi 6 bo'lgan muntazam to'rtburchakli prizmaning ostki asosining bir qirrasi va yuqori asosda ostki asosidagi qirrasi va unga qarama-qarshi bo'lgan yuqori asosdagi tomon yoki qirra orqali o'tgan tekislikning yuzini toping. Buni to'g'ri to'rtburchak bo'lish bo'lmasligi ham ko'rish mumkin. Ya'ni siz to'g'ri to'rtburchak deb beryapsiz, bolalar aytishi mumkin, bu to'g'ri to'rtburchak bo'lmasligi mumkin. To'g'ri to'rtburchak emas-ku, siz qanday buni ko'rsata olasiz degan narsani berishi ham mumkin. Buni vizual tarzda ko'rsatish mumkin. Prizmani bekitganingizda mana shu kesim paydo bo'ladi. Bu kesimni transporter yordamida 90 gradusligini aniqlasa ham bo'ladi o'zi aslida. Mana. Mana. To'g'ri to'rtburchak, hammasi to'g'ri to'rtburchak ko'rinishda bo'ladi. Endi biz tekisligimizni qayta tiklaymiz. Yo'q, tekislik emas, prizmani. Demak, asosining tomoni 3 edi, balandlik 6 edi. Pifagor teoremasidan to'g'ri to'rtburchakni mana bu tomonni topish mumkin. Mana bu tomonda o'zi 3 edi va 3 ga mana shu diagonalni, yoqining diagonalini ko'paytirsak, ushbu kesimning yuzi topiladi. Albatta juda ham zo'r imkoniyatlari bu dasturda. Siz buni bolalarda vizual, ya'ni faraz qilish imkoniyatlarini juda ham oshirishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda ularni har bitta prizmada siz belgilagan nuqtalar, jismlarda o'zini kerakli parametrlari yoziladi. Hatto mana tekislik tenglamalarigacha berilgan. Xo'p, yangi davom etamiz. Demak, prizma yasashni ko'rdik, piramida yoki konus yasash. Ko'pburchak yoki aylanani tanlab balandlikni kiriting deyapti. Piramidani mana shu ko'rinishda tanlash ham mumkin. Siz bitta uchburchakni yasab olishingiz mumkin. Ya'ni u son o'qiga bog'liq bo'lmagan bo'lsin. Piramida yoki konus yasash. Biz piramida yasaymiz. Konus qanday yasaladi? Siz aylanani tanlashingiz kerak bo'ladi shunday. Men balandlikni so'rayapti, xolos, balandlik berish. U pastga tomonga chizyapti bu narsani. Yuqoridan ko'rsatish ham mumkin. Yuqoriga olib qo'yish ham mumkin bu narsani. Siz buni siljitish tugmasi orqali nima qilishingiz mumkin. Bu yerda e'tibor berayotgan bo'lsangiz, barcha yon qirralari teng. Men chapga yoki o'ngga siljita olmayapman. Mana tugmani bosib turib. Faqatgina yon qirralari teng bo'lgan. Endi mana shu o'rinda aytib o'tib ketishim kerak, vizual tarzda ko'rsatilyapti bu narsa. Yon qirralari piramidada teng bo'lsa, demak balandlik asosga tashqi chizilgan aylananing markazida bo'ladi. Buni ko'rsatish ham mumkin. Shu nuqta orqali o'tuvchi aylana
instrumentdan foydalanib aylanani markazi kerak bizga. Aylanani markazi. Aylananing markazi. O'rta perpendikularlarda chizib turib ko'rsatish mumkin bo'ladi. Hop, shu nuqta orqali o'tuvchi doiraviy sektor. Aytaylik, shuni olib ko'raylikchi. Mana shu nuqta o'zi aslida aylanani markazi bo'ladi. Mana bu nuqta. Nuqtani belgilab olish mumkin. Endi sektorni bekitish ham mumkin. Ya'ni mana bu tushgan nima? Biz nuqta bizga yo'q, bu boshqacha tushdi hozir. Aylanani markazi orqali buni bu yerda aylanani tomonlarni o'rta perpendikular orqali aylanani markazini topib ko'rsatish mumkin bo'ladi. Xo'p, endi davom etamiz. Prizma yoki konus shaklida chizish ham mumkin deyapti. Yangi keling, konusni chizib ko'ramiz. 3D grafik muhitida biz kataklarni ko'rsatish biror bir aylana chizamiz. Shu nuqta orqali o'tuvchi aylana. Shu nuqta orqali o'tuvchi aylana chizildi. Endi siz piramida yoki konus yasash, biz konus yasamoqchimiz. Konusni balandligini so'rayapti. Bu ham pastga qilib ko'rsatyapti. Dasturlarda shunday berilgan shekilli. Siz yuqoriga olib qo'ysangiz, yuqorida turishi mumkin. Son o'qida turibdi deb o'ylayotganmisiz? Yo'q, son o'qida emas u. Mana konusda. Konusni boshqacha tarzda chizish ham mumkin. Bir-biriga integratsiya qilib mavzularda bilan bog'lab turib albatta yasash mumkin. Hop, keyingi buyruq bilan tanishamiz. Prizma yoki silindr yasash. Ko'pirchik yo doirani tanlab balandlikni tanlang deyapti. Hop. Stop. Biz biror bir ko'pirchikni asosini, ya'ni shuni asosini chizib olishimiz kerak bo'ladi. Aytaylik, mana. Endi shuni tanlaysiz va balandlikni kiritasiz. Mana shuni chizish qulayroq. Shu tarzda siz demak asosni ko'rsatishingiz mumkin bo'ladi. Asosni ko'rsatganingizdan keyin balandlikni tanlasangiz sizga to'rtburchakli prizma yoki piramida yo silindr, konus chizib berish mumkin bo'ladi. Hop. Biror bir aylana chizib ko'ramiz. Mana. Endi aylanadan biz silindr yasashimiz kerak bo'ladi. Tanla deyapti va balandlikni ko'rsatdi. Yuqoriga, nimagadir pastga ko'rsatyapti bu narsani. Tepaga olib ko'rsak bo'ladi. Avtomatik tarzda uni pastga chizib qo'yapti dasturlashda. Bu narsa demak shunaqa ko'rsatilgan. Hop, konus. Asosdagi nuqta va uchidagi nuqtani va radiusni kiriting deyapti. Hop. Endi konus chizishni ko'ramiz. Konus chizishni ko'ramiz. Buning uchun asosidagi nuqtani va uchidagi nuqtani tanlab radiusni kiriting deyapti. Asosidagi nuqta, demak biz konus tanlab olamiz. Asosidagi nuqta markaz shu yerda bo'lsin. Uchidagi nuqtani tanlayapman, radiusni ko'rsatdi. Demak, radiusi 3 ga teng, balandligi 5 ga teng bo'lgan konus. Xohlasangiz boshqatdan yana ko'rishingiz mumkin. Demak, nima qildim?
Konus tugmasini bosdim. Markazni man maslahat beraman shu yerda olishdi. Ya'ni konus asosiy markazini mana shu nuqta qilishdi. Aytaylik 4 bo'lsin, radiusi 3 bo'lsin. Ya'ni 3, 4, 5 lik. Konusning o'q kesimini ko'rmoqchisiz. Masalan, konusni o'q kesimini yuzini toping degan savol qo'yiladi. Bu juda ham ko'p keladigan savollardan bittasi. Biz ko'pirchak yasab olamiz, ya'ni demak bu muhitda son o'qi turgani yaxshi. Son o'qi sizda aynan mana shu nuqtani olib kelib ko'rsatishingizga yordam beradi. Konusning o'q kesimi mana shu ichkarida turgan uchburchakdan iborat bo'ladi. Konusning balandligi nima degan savolda uchlarga mana bu tarzda ko'rsatish mumkin. Konusning yasovchisi mana bu b'si, konusning radiusi a'si. Agar bular xalaqit berayotgan bo'lsa olib qo'yish mumkin bo'lardi. Mana konusning o'q kesimi mana shu uchburchakdan iborat. Biz holatimizda 3, 4, yasovchisi 5 bo'ladi. Agar shunda ham tasavvur qilishda qiynalayotgan bo'lsa, konusni umuman bekitib qo'yish ham mumkin. Konusni bekitib qo'yish ham mumkin. Mana konusning o'q kesimini o'zini tasavvur qilib, o'ziga oid bo'lgan misollarni o'zi bilan ishlasa bo'ladi. Demak, davom etamiz. Endi silindr yasashda silindrda 2 nuqtasi va radiusini tanlang deyapti. Radius 3 bo'lsin. Mana. Demak, silindr asosiy markazini mana bu nuqtada oldim. Uni yuqori asosdagi nuqtasi markazi mana bu deb oldim va radius so'raldi 3 deb oldim. Shu bo'yicha silindrga bo'lgan topshiriqlarni bajarib yasab ishlab ketsangiz bo'ladi. Xo'p, tetraeder instrumenti ham xuddi shunday. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, pastdagi nimalarda sizda yordamchi menyularda sizga qanday yasalish haqida yordam berib ketadi. Mana bu yerlarda pastda. Xo'p, yoyma, keling, ko'pyoqni tanlang deyapti. Biz birorta bir ko'pyoqni tanlaymiz. Aytaylik, biz to'rt burchakli prizma yasashimiz mumkin. Muntazam to'rt burchakli yoki to'g'ri burchakli parallelepiped. Biz biror bir to'g'ri burchakli yasab olamiz. Mana. Endi shundan prizma balandligi 6 bo'lgan prizmani yasayapmiz. Tepaga olishamiz yoki 5 mana. Ko'pyoq yasaldi o'zi aslida. Endi yoyilma. Shu yoyilma tugmasini bosib qilsangiz mana. E'tibor bering. Sizdagi o'zingiz chizgan to'g'ri burchakli parallelepipedni yoki to'g'ri burchakli prizmani yoyilmasi. Mana bu asosi, bu asosi, bu yuqori asosi, mana bu yon tomonidagi yon yoqining asoslaridan birasi, yon yoqlardan biri. Mana bu katta yon yoqi bittasi. Bu ko'p yoqlarni to'la sirtini aniqlashda bo'laklab topishda, ya'ni formulalarni isbotlashga doir masalalarda yo umuman bolalar tasavvur qilishda mana shunaqa yo'ldan foydalansa bo'ladi. Imkoniyat juda ham katta albatta. Hop. Markazi va nuqtasi bo'yicha sfera deyapti. Keling, sfera chizib ko'ramiz. Markazini tanlaymiz va sferada yotadigan bir nuqtani mana sizga sfera yoki sharda chizib beradi. Markazi va radius bo'yicha sfera deyapti. Markazi va radius. Mavzu nuqtani silchitib olgan bilan bo'ldi. Endi ikkinchisini chizib ko'ramiz.
markazni belgilab turib radiusni bossangiz o'zi chizib beradi. Va hokazo hajm. Mana siz ko'p yoqdi yoki bir o'sha stereometrik figuraga shunday bossangiz, u hajmini hisoblab beradi. Masalan, mana bu bo'ldi. Hajmini olyapmiz. E'tibor bering, mana shu nuqtani agar siljitsam, hajm ham dinamik ravishda o'zgarib boraveradi. O'zi hisoblab beradi. Ya'ni kattalashishi, kichiklashishi va hokazo, hokazo. Yuzasini, sirtini yuzasini aniqlab berishi ham mumkin. Hop. Yana boshqa tugmalar ham bor. Kattalashtirish, kichiklashtirish. Lekin asosiylarni ko'rdik. Siz bu yerda qandaydir matn yozmoqchi bo'lsangiz, o'zingiz kirish mumkin. Sharh hajmi masalan. Mana shu yozuv paydo bo'ldi. Xohlagan joyingizga qo'yishingiz mumkin. Shu tarzda sizda davom etaveradi. Demak, 3D grafik perspektivasida 3D grafik muhitidagi asosiy ishlatiladigan instrumentlar bilan tanishib o'tdik. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha rahmat.